Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan klassический biskvit tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun birinchi bo'lib tuxum oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxumni oqiga sarig'i umuman tushib ketmasligi kerak. Biskvit ko'pirtiradigan idishimiz esa toza, yog'siz va quruq holatda bo'lishi kerak. Mana tuxum oqini sarig'idan ham ajratib bo'ldik. Endi esa tuxumni oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuxumni oqini toki qattiq ko'pik holatda bo'lguncha ko'pirtirishda davom etamiz. Tayyor bo'lganini idishni pasaytirganingizda umuman tuxum oqi oqib ketmasa, demak, ko'pirtirganimiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Mana tuxumimiz oqini ko'pirtirib ham bo'ldik. Endi esa asta-sekinlikda shakarni solishni boshlaymiz. Shakarni ham oz-ozdan solib ko'pirtirish kerak. Birdan ko'p solvorsangiz, biskvitimiz cho'kib qolishi mumkin. Shakarni solib ko'pirtirib bo'lgandan so'ng yana ozroq ko'pirtiramiz toki shakar erigunga qadar. Ko'pirtirilgan massamiz tayyor bo'lganini qayerdan bilishimiz mumkin? Mikserimizni to'xtatganimizdan so'ng idishimizni chappa qilganimizda ham shu massa idishdan tushib ketmasa, demak tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi esa tuxum sariqlarini aralashtirib olib, lapatada sekin-sekin massamizni pastdan tepaga qarab aralashtiramiz. Juda tez aralashtirmaslik kerak. Videoni shu yerida sekin o'ziday qilib olganman, ya'ni tezlashtirmaganman. Xuddi shu nimada ko'rinishda aralashtirasiz. Mana tuxum sariqni ham aralashtirib bo'ldik. Endi esa unimizni elab solamiz. Unimiz bilan birgalikda razlxitelda ham aralashtirib boramiz. Unimizni 2 ga bo'lib yoki 3 ga bo'lib aralashtirsak bo'ladi. Mana shu joyda ham videoni o'z holatida ko'rsatib o'tganman. Demak, biskvitimiz uni ham tez-tez aralashtirilmaydi, balki pastdan tepaga qaratib sekin-sekin aralashtiriladi. Shunda cho'kib qolmaydi biskvitimiz. Ko'rib turganingizdek, aralashtirish jarayoni qolganini videoda tezlashtirganman. Video ko'payib ketmasligi uchun. Mana unimizni ham aralashtirib bo'ldik. Bizning formamiz 26 santimetrli forma edi va 130 gradusda oldindan qizirilgan duxovkaga biskvitni pishirib olamiz. Mana 45 minut o'tib biskvitimiz ham pishib chiqdi. Endi esa uni pishganini zubacheska yordamida tekshiramiz. Zubacheska quruq chiqsa, demak biskvitimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi esa biskvitimizni sovutishga qo'yamiz. 1 yoki 2 soatda soviydi va biskvitimizni formadan ajratib kesib olamiz. Duxovkani pishish temperaturasi hammada har xil, ya'ni o'zingizni to'kingizni past balandligiga qarang va minuti ham shunga qarab kam yoki ko'p bo'lishi mumkin.